Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz Qutluş Yo'li nomli yurish leksiyamizniki Yahudlarning tashkillanish va davlat qurish tarixidan bir misol nomli leksiyamizni so'zlaymiz. Biz davomli deb kelayotganimizga o'xshash har biraydan mukammallikning faqat bir parchasi, hech qaysimiz mukammal emas. Biz o'tirib qo'yayotgan fikrlar bir buyuk yangilanishga, millatning o'rnidan dasturchiga munosabatga buyuk fikrlar qo'shqa amallarning astoydil ko'rishini va fikr berishini umid qilaman. Yahudlar haqida so'z qilishdan burun ko'pinchimizninki esiga ikkinchi dunyo urushida Yahudlarni qirg'in qilganlik tarixi keladi. Uningdan burunmi Yahudlar bir uzun mezgillik bir qirg'inchilik davriga uchragan. Ko'pchilikning biladiganiga o'xshash Rim imperiyasi davridan boshlab toki 1946-yilga qadar Yahudlar qartilgan qirg'inchilik azaldan to'xtab qolgan emas. Shundan boshqa Yahudlarning tarixiga shu qadar uzun bo'lsa-mu, ularning nufusi uncha ko'p emas. Hazır sizler görüp duruyatqanga o'xshash 1821dan boshlangan. Uningdan baldurqi tarixiy xotirlar aniq emas. Ammo Odessa yuz bergan 1821, 1859, 1871dagi qirg'inchiliklar, Polsha qirg'inchiligi 1881, 1906dagi Sharqiy Yevropada yuz bergan qirg'inchiliklar. Masalan, aslida Ukraina Lvovda 1940 yuz bergan qirg'inchilik, bir Yahudi ayolning atrofidagi yerliklar urayotgan bir ko'rinish qechiyotgan. Bizga xuddi 7-ayning 5-kuni qechiyotgan va yoki daraxtning ustiga chiqib qolgan Uyg'urlarning ko'rinishlarini eslatadi. Demak, bir millatning uyg'onishiga sabab bo'ladigan ba'zi bir narsa bo'ldiki, Yahudlarning beshiga kelgan bu qirg'inchilik oxiri majbur holda Yahudlarni uyg'otgan bo'lishi mumkin. Bu fikrni o'tirib qo'ygan Yahudlarning bir mashhur odami bor, ya'ni Moses deydigan. Bu Rim, Irosalim ve en ahırgı devlet tevrigi meselesi namlı kitabıda Yahudilar qartılgan kemsitish ve zulüm Yahudilardaki nefretini ulgaytıdı. Bu assimilyatsiyanın aldını eliş bilen bile ahir Yahudiların özünün tarihi makanında devlet kuruşu mecburlaydı. Hristiyan dünyasının baş götürüşü ve Müslümanların çekleş ihtiyacı Asya bilen Afrika oturusundaki Palestin'de Müslümanlara bıkınmaydıgan bir siyasi gavdenin buluşuna takazza kıldı. Yahudilar Garip elleri bilen siyasi stratejik hemkarlık ornatışı ve özünün iqtisadi hayvanlık tarafından çıkıp bu iqtisodiy hayvon degan gap keyin Marks tarafidan qo'llanilgan. Bak ko'p Yahudilar pulni jendim mazzi ko'rgan bir bilik odamlarni to'plami deb qarab ta'bir bergancha, shunlashqa Yahudilarniki bir laqab sifatida iqtisodiy hayvon deb odatda Yahudilarning 2000 yillik davlat quranmasligining tarixini shu Moses yanla Yahudilarning davlat quranmidik, chunki rost gapni qilganda biz davlat qurish nishonida harakat qilib boqmadik. 2000 yil jarayonida Yahudilar faqat pul topish uchun harakat qildi, davlat qurishga harakat qilmadi, shunlarni davlat olmagan deb xuloslagan. Yani bu deydi, iqtisodiy hayvonlik tarafidan chiqib, xalqaro siyosatda aktiv rol olishi, siyosiy tajribasini mo'llashtirish jarayoni uchun hozirlik ko'rish kerak degan bir chaqiruqni o'tirib qo'ygan. Bu balkim Yahudilarniki davlat qurish tarixi haqidagi eng dastlabki izlanish bo'lishi mumkin. Mana shuningdan keyin Yahudilarda siyosiy faoliyatlar nihoyat jo'shqin holda burunga o'xshamaydigan bir darajada avj olishga boshlagan. Biz eskartirgan yana bir odam Leon Pensker. Yani bu 18-19 asırdaki hiç qaysi ulug' ideyalar bizga ta'sir ko'rsatmadi. Hattoki bizda eng kam bo'lgan huquqda va huquqqa erishish yo'lidagi izlanishlarning hech qaysining bizda biror iznasini ko'rmadim deb qaragan odam. Bu gaplar bizga mos keladi ekan. Mush asrni biz ikkini qo'shibla 20 va 21-asrdagi hech qanday ulug' ideya bizga ta'sir ko'rsatmadi. Hattoki bizda eng kam bo'lgan siyosiy huquqda va siyosiy huquq erish yo'lidagi izlanishlarning hech qaysining bizda biror iznasini ko'rmadim desak naqlam tushadi ekanda. Özümüzün adam deb hisoblagan ekanmiz, odamdagi yashashimiz bizdan boshqa odamlardagi o'z davlatimiz bo'lishi kerak degan tashabbusni o'tirib qo'ygan odam bu. Shunga bu to'y qushiga o'xshash beshini tiqib olib, vatanim deb yig'lash burunmi hech qanday masalani hal qilmaganga o'xshash, bunday kim hech qanday masalani hal qilmaydi. Xorliq yo'qolib ketmaslik uchun tinchlikni, sharafni, fursatni qo'lga keltirish uchun tashkillanishimiz kerak. Bizning boshqa tanlanishimiz yo'q degan chaqiruqni o'tirib qo'ygan odam. Muşundaq bir qator Yahudi mutafakkirlarning tirishish orqasida Yahudilarning mustaqillik ideyasi o'tirg'i chiqishga boshlagan, bara atrofiga kishilar uyushishga boshlagan. Bu yerda yana bir muhim odam bo'lgan Halil Yafini o'tirib qo'yishga to'g'ri keldi. Buning bir necha muhim gaplari bor. Ya'ni o'xshamagan ideyadagi kishilar bo'lgan ekan va biz bu o'xshamagan ideyadagi kishilarni o'rtaq maqsad uchun tashkillanmoqchi bo'lgan ekanmiz. Ularning o'z ideyasi bo'yicha siyosiy partiyalarga uyushishini, ondan siyosiy partiyalardan bir parlament shakllantirib, kuchimizni birlik keltirishni qo'lga keltirishimiz kerak degan. Amniyat bu fikrlar Rousseau davrida va yoki undan keyingi Cumhuriyet davrlarida Yevropada nurg'un mutafakkirlar tarafidan, siyosatchilar tarafidan o'tirib qo'yilgan fikr, ammo bu Yahudilar tarafidan qayta bir qadam o'tirib qo'yildi. Bu deydi, her bir Yahudi yoki davlat qurishga atlanishi yoki boshqa millatga aylanib ketishdan birini jiddiy tanlash kerak.
ardı qilish kişilik turmushimizni xarob qiladi deydi. Bu kişilik nuqtadan chiqish qiladi. Ya bir Yahudi shu o'zida yashayotgan davlatga singib ketish kerak. Shu chaqda bu Yahudi o'zining Yahudi kimligi tufaylidan boshqa tarafdan chetga qildigan, xorlangan, zulmga uchragan bu ishdan saqlanib qola oladi. Va yoki bo'lmaydi, bu Yahudi jiddiy davlat qurishga atlanib, o'zining davlatini qurish kerak. O chaqda texim bekroq o'zining izzat bilan yashaydi deydi. İnsanlar tashkillanib davlat qurishni bilgili 5000 yil bo'ldi. Agar hozirmi biz o'zimiz uchun tashkillanmasak, biz qachon tashkillanamiz? Bu Xillning ayeti dağınlıq bir gepi. Ondan Yahudilarning davlat atası deb nom olgan Theodor Herzlning bir mashhur gap bilan boshlig'im keladi bu odam to'g'ri gapni. Ya'ni yer yuzida bir eglik huquqli zaminning bo'lishi bir millatning eng aqalli va haqqoniy huquqi deb qaragan. Yani Yahudilarmi bir millat bo'lgandan keyin bunimi yer shari yuzida bir eglik huquqli bir zamin bo'lishi kerak deb qaragan. Bu gapni biz Uyg'urg'imi desak bo'ladi albatta. Bir davlat bo'lishni orzu qilgan va uning uchun tirishchilik ko'rsatgan bir millat cho'qim o'zining davlatini qura oladi. Bu to'g'riliq bilan tarixda imkoniyat ustida Yahudilarning davlat qurish prinsiplari haqida yozgan Yahudi davlati degan bir kitob va mush kitoblarning o'zida bu. Agar Yahudilar Yahudi bo'lmasa, u holda siganchilik ham bo'lmaydi. Yahudilarning insonlik izzati va barliq huquqlarini kapolati bir Yahudi davlatining bo'lishidir. Barliq orzularimizni o'tirib qo'ygandan keyin hal qiluvchi omil kuch masalasi. Kuch degan nima? Bizning nazarimizda bizning qiyinchiliklarimiz orqaga chekinadigan yo'limizning bo'lmasligi bizning kuchimizdir. Agar men bir odam davlat qurish uchun harakat qilsam, men faqat bir Don Kixot bo'lgan bo'laman. Ammo minglagan, yuz minglagan Yahudi davlat qurish arzusi atlangan chaqda hech kim buni bir xam xiyol deyolmaydi. Bizning davlat qurish irodamiz tamoman bizni qo'llaydiganlarning soni bilan belgilandi degan bir umidvor irodani o'tirib qo'ygan odam. Ondan oxirida osmonasiya bo'lib ketish hammamizni saqlab turgan bir qo'rqinchli qabra, bu maqtashga arziydigan shon sharaf emas degan. Gerçi bu adam o'zi Yahudi davlatini ko'rmagan bo'lsa-mu, lekin Yahudi davlatining dastlabki ideya asosini turg'izishdan nihoyat halqılık rol o'ynagan odam. Shunga keyingilar tarafidan Yahudilarning davlat qurish ideyasini o'tirib chiqqan deb qaragan, ammo mushu bayotini davatgan Yahudi mutafakkirlarniki, siyosiy uyg'unchi yetakchilarininki eng oxir xulosasini chiqargan odam David Ben Gurion yani. Bu adam Yahudi davlatiga hisobda Yahudi millatiga 30-40 yil atrofida saylan orqali yetakchilik qilib keldi. O'zi Polshada tug'ilgan. Şoň bu adamning qisqacha bir tarjimonini so'zlab o'tib, ondan buni hikmat so'zlar bilan tunishsak va uningdagi Yahudilarning tashkillanish qadamiga kirsak bo'ldi. 1886-yil Polshada tug'ilgan David Ben Gurion. Ondan 1900-yili do'stlar bilan Ezra nomli Yahudi tilini o'rganish va Isroilga qaytishni tashabbus qiladigan bir tashkilot qurgan. 1906-yilgacha a'zo soni 200 ga yetgan. Demak, 14 yosh vaqtida tashkilot qurishni boshlab ekan, 6 yilda 200 odam yig'ilgan ekan. 1905-yili bir qism a'zolar bilan birga Marksizmchi Yahudi partiyasi Poalazion, ya'ni Zion ishchilarininki qurg'uchi a'zosi bo'lgan va siyosiy programmasini yozishga qatnashgan. Ikki qatim qo'lga olingandan keyin 1906-yili shu vaqtda Osmon imperiyasiga qarshi Falastinga ko'chib borgan. 1912-yili Istanbulga berib, Osmon imperiyasi orqali Yahudi davlatining qurilishini qo'lga keltirmoqchi bo'lgan. Va Osmon imperiyasiga askar bo'lib urushga qatnashgan. 1915-yil 3-oyda Yahudi davlatini qurishga urindi deb qaraganlikdan qo'g'lab chiqarilib Iskandariyaga palangan. O chaqda Misr ayrim davlat bilsizlar. 1917-yil 11-oyda o Misrda tutmaylam Amerikaga ketib, Balfour xitobnomasini e'lon qilgandan keyin Angliya Yahudi qo'shinining a'zosi sifatida Turkiyaga qarshi urushga qatnashgan. 1919-yili Poalazion bilan Zionizm Emirliklar partiyasi birlashib, Ahdud Havoda degan bir partiyani qurgan ekan. Bu partiyaningki rais bo'lib saylangan ekan. 1930-yili Hapol Xatsay partiyasi bilan birlashib, Mapay partiyasining rahbarligini ustiga olgan. 1947-yili Isroilga qurilganda ko'p sonli ovozga erishgan partiya sifatida bilan bosh ministerlik saylanib, Isroilning davlat qurg'uvchisi bo'lib qolgan. 1954-yilgacha vazifada o'tirgan. Bu vazifada o'tirish jarayonida boya devatgan Yahudilarning davlat qurish tarixidagi mutafakkirlarning ideyasini aytgan, ularni tunishtirgan, Teodorning davlat atisi jakalagan qatorliq bir qator tuhfalar bor. Bu adamning nihoyat mashhur gaplaridan bu ayni vaqtda Time jurnalining muqovasiga chiqqan bir rasm ekan. Agar mutaxassislar buni qilib bo'lmaydi degan bo'lsa, boshqa bir mutaxassis tepish kerak. Ya'ni nishondan voz kechishga, o'zgartirishga bo'lmaydi. Mutaxassisni o'zgartirish kerak. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining haqiqiy g'oyasi dal bizning g'oyamiz deb qaraymiz. Bu qarash nihoyat muhim qarindoshlar, biz ishildab kelayotgandek mustaqil bo'limiz deganlik, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'limiz deganlik. Unda qo'ysa biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining haqiqiy g'oyasi dal bizning g'oyamiz deb qaraydigan bir
fikrini umumlashtirish va dunyoga mush ovozni anglitishimiz kerak bo'ladi. Ondan buning mashhur bir gap bor ekan, mo'jizaga ishonmaydiganlar realizm uchun bo'lolmaydi deydigan. Ondan yana bir gapi, masalamizning eng chong dushmani bizning tashkillanishimizga jiddiy muomala qilmayotganlardir. Bu to'g'riliq keyin to'xtalamiz. Bizning davlatimiz dunyoning tinchligi va taraqqiyoti uchun tuhfa qo'shadigan bir davlat bo'ladi. Hergiz urushni xohlamaydiganlardek tinchlikni targ'ib qilishimiz, urushdan boshqa ishonmaydiganlardek urush qilish pozitsiyasida bo'lishimiz kerak. Hech partiyaga qo'shilmay tug'aningdan arablarning partiyasiga qatnashganing yaxshiroq, hech bo'lmasa mavjudligini isbotlaysa. Bu mening mashhur gaplarimning biri. Ondan oxirgi bir gap bor. O'tgan 80 yilimda men yahud diniga ishonmaydim dedi. Chunki bu 19-asrning oldi keyinlarida Yahudilarda bir atizmlik ideya avjagan, dinsizlik ideyasini avjagan hamda. Bu deydi, o'tgan 80 yilimda yahud diniga ishonmaydim. Amdilikda tirikchiligimizning g'alabasiga qarab, qalbimizga quloq solgan bir yaratquchining borligiga ishondim. Tushunish iqtidorimdan halqagan bu muqaddas yaratquchining barliq ishlarga yetakchilik qilayotganligi bir paketdaydi. Ya'ni mo'jizaga ishonish bilan realizmchi bo'lishning ikkisi bir-birini shart qilganligi haqida o'tirib qo'ygandan keyin eng oxirida o'zining tirishchiliklarning natijasi bilan Isroil davlatining qurilganligiga o'zim bir hayronlik ichida buni bir yaratquchininki mo'jizasi deb qaragan endi. Bu shu vaqtdagi Yahudilarning umumiy ahvoliga qarab baqsaq, 1900-yilgi Yahudilarning nüfusini taxminan 9 million atrofida deydi ekan. Buning ichida taxminan 20 ga yaqin Yahudi Rossiya imperiyasi tavasir ekan, 4 millionga yaqin Yahudida. Bu chaqda Amerikada 1,5 million degandek Yahudilar bor ekan. Endi bu yerdagi Yahudilarni qarasak, bu chaqda Isroiliyada faqat 25 ming atrofida Yahudi borda. Umumiy nüfusninki bir 2% atrofida shu chaqdagi Falastin nüfusininki. Hozir yani İsrailning zaminida faqat 25 ming odam bor degan gap. Bu mushunchalik bir ahvol ostida turib, bu shunchalar chet elning joylarini biz aşağıda o'zimizning davlatni qura olamiz deb ishongan va plan tuzib harakatga o'tgan. Ular bizga o'xshash o'zining vatanida to'plashib o'tira olish imkoniyatiga ega bo'lmay turib, bu planni boshladi degan gap. Yani bu vaqtdagi Isroiliyaninki davlat qurish arifasida ko'chib kelgan Yahudilarning soni to'g'riliq gap bor ekan. Shu 1947-yilga qadar Germaniya va Avstriyadan 75 ming odam, Angliyadan 40 ming odam, Benelux, yani Belgiya, Gollandiyadan 56.900 odam, Turkiyadan 78 ming odam, Amerika, Avstraliyadan 154 ming odam ko'chib kelgan ekan. Bu hozirgi gap chiqarayotgan Germaniya, Avstriya, Angliya, Amerika, Avstraliya qator davlatlar shu vaqtda nihoyat bayashat davlatlar va bu davlatlar Yahudilar nihoyat yaxshi yashayotgan. Shundaq turg'uliq bular bir cho'llikka, ya'ni Falastinni ayni vaqtda bilasizlar, to'gi bilan yontaqdan boshqa bir narsa yo'q degidek darajada bir cho'llik hamdi. Bular mushundaq bir yerga bu bizning ajdodlarimizning vatani deb ko'chib keldi va davlat qurishga atlandi. Bularning ko'chib kelishi sabab bo'lgan narsa, bularning dunyoning joy-joylarida qirg'inchilik uchrashi, chatga qilish bilan birga Yahudi mutafakkirlarining oldingi 50 yil va 100 yil jarayonida o'tirib qo'ygan davlat qurish irodasi, plani va xalqning mush yo'lda harakat qilishi albatta. Bu yerda Yahudilarning davomli o'qitgan bir oyati bor ekan. Her qatim tamoq yeganda va kunlik ibodatlar degandaydi. Her qatim daryo bo'yiga yig'ilganda Ziyonni aslab ko'zimiz to'ldi yoshqa. Ziyon degan bilsizlar Isroiliyadagi bir tog'ning ismi. Bularning ona vatanim degan gapning o'rniga ham tushsak bo'ladi endi. Ey Yerusalim, seni unutsam, qursin o'ng qo'lim. Ey Yerusalim, seni unutsam, seni eng zo'r xo'shalligim deb bilmasam, chaplashib qolsin tanglayimga tilim. Ey Parvardigorim, idimliqlarning zo'ravonlik bo'lsin yodingda. Buni men oldin qatim o'zgartib her qatim Tarim daryo bo'yiga yig'ilgan vaqtda vatanni aslab ko'zimiz to'ldi yoshqa. Ey Tarim, seni unutsam qursin o'ng qo'lim. Ey O'rimchi, seni unutsam, seni eng zo'r xo'shalligim deb bilmasam, chaplashib qolsin tanglayimga tilim. Xitoylarning zo'ravonlik bo'lsa yodingda degan bir xil shaklda o'zgartib chiqarib qo'ydim. Buni bir muncha Yahudi qarindoshlarimiz buni tunib qopdi. Voy, bu bizningki ibodat aytimiz shu ekan deb onga bir yurak bergan bo'ldi. Demak, millatning beshiga kelgan ba'zi ishlar, ya'ni bir millatning ig'ir bir qirg'inchilik ostida o'zining vataniga yig'ilib, vatanning istiqboli ustida boshqa turish, bu tarixdan buyon yolg'iz bizga yapgan yo'l emas. Shun qayg'urishning faqat o'rni yo'q. Burunqilar qanday qildi? Bu masalaga demak biz dushkan bo'lgan ekanmiz. Burunqilar qanday hal qildi bu masalani? Bosniyaliklar qanday hal qildi? Kosovoliklar qanday hal qildi? Isroilliklar qanday hal qildi? Mush masalalarning hammasini biz tadqiq qilgandan keyin bularning ichidan bizga o'xshab ketadigan, bizga o'rnak bo'la oladigan, bizga ilhom bo'ladigan nurg'un misollarni topa olamiz. Endi temaning naq markaziga kiramiz. Bu yerda 1920-yil 4-ayning 19-kunidan 5-ayning 3-ga qadar 4 kun ayni vaqtdagi
Palastinda, ya'ni o çağda İsrail'e kurulmagan çağ açılgan bir yığınınki gepi buludu. Endi Yahudilar 1897 yıldan başlap partiya kuruşqa başlap, yani şu yuqarı degan siyasiyolarning chaqirig'iga ovoz qo'shib, gaylar ish kuzadam, gaylar to'yz adam, u bu yig'ib yurib, 20 necha yillik taraqqiyotdan keyin 1920-yilga kelgan vaqtda 26 mingga yaqin odamni bir mush ovoz berishga to'play oladigan siyosiy partiyalarga a'zo bo'lgan bir holatga keltiradigan. Shu vaqtdagi yahudlarning bilisizlar 9 million nüfusning ichida 26 ming odamni ovoz berishga qoyil qila oldi degan gap. Bu nihoyat tuvan son, 1% ham chiqmaydigan son yani. O vaqtdagi belgilimga asosan her bir vakilga sizlar partiya shaklida kelisizlar, ondan her bir partiyaning odami 80 ga to'shmasa nimaga qatnasholmaydi, parlamentga kirolmaydi. Odami 80 ga to'shgan bir partiya tashkilotdan bir vakil chiqadi. Uningdan shuning aslilik soni bo'yicha masalan 160 odam bo'lsa 2 vakil chiqadi degandek. Mushkil shaklda mang'du deb belgilim qilingan ekan, shu vaqtda 314 odam vakil bo'lib saylanib, shular bulardan bir Yahudilarning milliy kengashi barliq kelgan. Bu yerda yana biz bayatın ismini aytgan Davud Ben Guriyonninki Ahdud Havoda degan bu partiyasi 70 o'rin olgan. Shu chaqdagi Yahudilar milliy kengashida. Ondan keyin diniy partiyasi va masalan qarsak Mirzahiy deganlar eng dindor partiyalari, ondan Yaman jamiyati va Yamandagi Yahudilarning qo'llanmalar markazi va ayollar birlashmasi va Buxara Yahudlar va O'zbekistondan kelgan, ondan Gruziya Yahudlar var ekan degandekda, bu mushunday har qaysi jamiyat tashkilot o'rinlaridan shunchalikla 26 ming odam siyosiy guruhlar uyushib, bulardan ondan Yahudilar milliy kengashi barliq kelgan ekan. Bular demak Yahudilar davlat qurish tarixida hukumat qurib olgan, qurultoy qurib olgan, 5-6 odam birlashib kengash ochgan ishdan burun bular avval partiyalashib, partiyadan keyin ondan milliy kengashi shaklda qadam kelganda 20 necha yil tayyorlangan bu xizmatga. Endi Uyg'urlarimizning haqiqatan tashkilotlarimiz nihoyat tirishchanlik ko'rsatyapti. Yillarning yoqi bularning ko'rsatgan tirishchanligi men chetga chiqishdan burunmi bularning besayotgan nurg'un qadamlari bor. Osh qadamlarning turtkisi bilan bugungi kunimizda bizning masalamiz shunchaki bir xalqaro nuqtaga keldi. Endi bu jarayonda bizning yana ta'kidlaydigan narsamiz, biz chuqur o'zimizning bir markazi birlik degan bir organni qurib chiqishimiz kerak. Biz oldin qatimda deb kelyapmiz, buni turli taraflardan o'tirib qo'yishga boshladi bu fikrlar. İsrailiya'nın devlet qurish harbisidagi strategiyalar haqida shu 1920 ning oldidan qurilgan nurg'un strategiyalar va hamda hozirlam qisqacha desak 3 kuchni misolga olib bo'ladi. Ya'ni Char Rossiyani oq ko'rinish qilib turib bir ish qilsak bo'ladi deyotganlardan Bun partiyasi bular kommunizmga tayanib davlat qurmaymiz deb qargan. Chunki kommunizmning nihoyat kengaymichiligi kuchli. Ya'ni Char Rossiyadagi Bun partiyasi kommunizmga tayanib davlat qurish ideyasini o'tirib qo'ygan. Bular 1902-yil Vilnyusda o'tirib qo'yilgan ekan. Char Rossiyaning davlat qurish harbisidami bularning a'zolari taxminan 400 atrofida a'zo to'play olgan ekan. Bular 20 yillik taraqqiyot jarayonida. Endi bular keyin xalqaro internasionaldagi kengayimchilik siyosati va dunyoning joy-joylarida kommunizm ideyasini tarqatish strategiyasidan foydalanib, ba'zi o'zlarining tashviqotlarini Yahud davlatini tirildirish qatorliq ideyalarini taqtishda ba'zi bir foydali sharoitlarga, imkoniyatlarga erishgan. Ammo keyin menshviklarning mag'lub bo'lishi va bolsheviklarning hokimiyatga chiqib, davlat strategik ishlarni sel bir paskoyga tushirish bilan bular bu ishning endi bular tarafidan oqmaydiganligini bilgandan keyin bara-bara boshqa partiyalarga qo'shilib ketgan ekan. Endi yana bir kuch, ya'ni Sotsial Demokratlar partiyasi deymiz, bu Falastinda qurilgan partiya, ayni vaqtda Falastinninki siyosatga egalik huquqi Osmoniylarga tabe bo'lganlikdan bular Falastinda qurilgan va Osmoniylarga tayinib davlat qurish uchun nurg'un harakat qilgan, hatto pul berib chetib olmoqchi bo'lgan, Osmoniyaning davlat qarzini to'lab o'tmoqchi bo'lgan, shu hatto Abdulaziz Sultondan tortib Abdulmajid Sulton qadar oxiriga qadar bular izchil to'xtamay sultonga taklif berib, mushada bir Falastinni qurib bersanglar bizga, Yerusalimning bir qismini bizga setib bersanglar, biz bu yerda o'zimiz to'plashib o'ltirsak, Yahudilar bu yerga kelib to'plashib o'ltirsak degan fikrni o'tirib qo'ygan, ammo buningdanmi ancha oxirgichilik yaxshi natijaga erishamagan, lekin shundaqdimi bu Sotsial Demokratlar partiyasining oxirgi taraqqiyoti, bugun Ko'k va Oq partiyasi o'tgan yili balkim bilasizlar, Blue and White deb bir chaqiriq chiqdi. Hamda İsrailiyaning bayrog'ida ko'k va oq rang va bizning bayrog'imizda ko'k va oq rang bo'lg'achqa, ba'zi bir İsrailiyliklar bizga mustaqilligimizga ovoz qo'yish yuzasidan Ko'k va Oq partiyasining bu nomini qo'llanib turib, Ko'k va Oqning sharpiga ba'zi bir faoliyatlarni o'rnashtirgan bo'ldi. Yana uningdan boshqa
Bu yerda Angliyada qurilgan Emgekçiler Partiyasi bor. Ya'ni Yahudilar o chaqda hamma so'l sanoatchi bo'lgandan keyin biz cho'qim shu İsrailga ko'chib berib, ashada dehqonchilik bilan shug'ullanadigan, emgak qiladigan bir turkum odamlar bo'lish kerak. Shu chaqda biz o'zimizningki bir milliy gavdasini qura olamiz deb qarab, shu emgak va yak emgakchilar munosabat qatorliqlar o vaqt Yahudilarning zionizm ideyasi bilan, Israiliyani qarshi qurish ideyasi bilan chambarchas bog'lanib ketgan bir ideyaga aylangan endi. Bu Emgekçiler Partiyasi Angliyada qurilgan, 1903-yil Londonda qurilgan. Bu Likud guruhi şu. Bu keyingi mezgillardagi Davud Ben Guriyonning partiyasi şu. Yani davlat qurg'ishlik aralıqda bular 10 necha yil vaqt o'tgan. Endi bu o'xshamagan strategiyada, o'xshamagan yo'lda harakat qilish jarayonida bu eng oxiri Birinchi Dunyo urushida Osmon imperiyasining mag'lub bo'lishi bilan bu Falastin Isroiliya zamini Angliyani qo'lga tushdi va Angliya bu zaminda hükümranlık qilish jarayonida Yahudilarning o'zininki bu yerdagi hükümranlık uchun bir foydali siyosiy ko'zlar ekanligini tushunib yetib, bular bilan hamkorlik qilib, bularga bir davlat qurib berish siyosiy musofasini bosdi. Endi bu yerdami Yahudilar qarab o'ltamidi albatta. Men masalan chiroqni yondirmoqchi bo'lsam berib kuni besishim kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda endi bu yerda chiroq yenib qolsa deb talmirib, urib, bulun pushqoqlarni orzu qilib o'ltig'unim bilan bu ish bo'lib qolmaydi. Men cho'q harakatga o'tishim kerak bo'ladi. Yahudilar bu harakatni tashkillanishdan boshlagan davlat qurishning harakatini. Shunga mening izchil umid qilayotgan narsam biz kuchimizni birlik keltirishimiz, texmi ko'p odamni siyosiy safarbarlikka qatnashimiz, dunyoda Uyg'urlarning mustaqil bo'lish arzusining kuchli bir tashkiliy sistemasini barliq keltirishimiz kerakligini o'tirib qo'yyapmiz. 1925-yil, ya'ni oradan 5 yil o'tgandan keyin saylovga safarbar qilganlarning soni 26 mingdan 64 mingga, ya'ni 3 hassa o'rlagan Yahudilarda. Shundaqdimi, lekin 64 ming odamdan har xil sabablar bilan ba'zilar boykot qilib, ba'zilar rozi bo'lmay, ba'zilar ayollarni saylovga qatnashtiribsan deb xafa bo'lib, ba'zi bir oshqon diniy partiyalar degandek sabablar bilan faqat 35 mingdan ortiqroq 36 mingga yaqin odam saylovga ovoz bergan ekan. O çağda sel adam sani köp boğaşqa her bir vekilge 150 sayılğışının avazını toplaş şartı bilen, yani hemme adam sen çok partiya olup gelirse sen yalğız gelsen bulmaydı degen bir şart bilen aval partiya oluşu, partiyanın siyasi programı oturup koyuşu, andın bu siyasi program bilen bu parlamentte sözlep özünün jıqqan vekilleri bilen bu yerde özünün siyasi karşını bayan kılırgan bir xil şekildeki milli kengeşken bunun 221 adam katnaşkan. Yani bu çağda mı? Yani birinci şon partiya Ahtu Tavuda yani 8800 belet hep ketkende 8800 avaz elip 54 o'rin olgan partiyadan. Demak, Yahudilarninki bu milliy kengashi, ya'ni demokratiya asosi shu tunji qatim davlat qurish boshlagandan tortibla normal bir siyosiy tartib bilan davomlashgan degan gap. Ondan orliqni demay turli 1949-yili Yahudilarning davlat qurish harbisidagi milliy kengashida saylovga safarbar qilinganlarning soni 440 mingga yetgan. Saylovga qatnashmaganlar asosan bo'lmagan. Bu bak halqilib mesela yani 20 ming adamdan başlayan bu iş 25 yılda 440 ming adam qatnaşkan bu saylamga. Şu çağda vekillerinin sayılğıçının avazını toplaş şartı bekar kılınıp bivas avaz veriş hep verilgan. Çünkü imkaniyet var. Toplaşıp ultralaşkan bu yağdıların hemisi. Vekiller sani 120 kıskatılgan. Yani bu çağda asildeki Davud Ben Guriyonning şu Mapay partiyasi yani 35% avaz bilen parlamentdeki en çok partiya bo'lgan endi. Endi birisizlar mana bu İsrailiyaninki Arab dunyosidagi o'rni bu Osiyodagi arablar bilan Afrikadagi arablarning o'tirsig'i selingan bir halqa endi bu. İsrailiya hesabda Osiyodagi arablar bilan Afrikadagi arablarning jo'grafiyalik bog'lanishini uzib tashlaydi. Birinchi Dunyo urushidan keyin Falastin Angliyaga qarashli bir viloyatga aylandi. Yahudilarning siyosiy partiyalari intayin tez suratda aktivlik bilan dunyodagi Yahudilarning vataniga ko'chib kelishga, siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishga, tashkillanishga rag'batlantirdi. Ikkinchi Dunyo urushidan keyin Angliyaning mustaqillik berishga majbur bo'ldi. Endi allburun ko'p sonli xalqni tashkillab, ko'p partiyalik parlamentni barliq keltirib boya deganda qadamma-qadam pishib yetilish bosqichini barliq keltirgan bu İsrailiyliklar vakillarni avatib suhbatga o'ltirdi. Arablar İsrailiyaning qurilganligini gazet xabardan ko'rdi. Qarshilik bildirdi va boshqa ishlar bo'ldi, ammo buning unumi bo'lmadi, ko'ryapmiz. Endi ayni vaqtda biz bunda bir narsani demoqchi biz bugungi leksiya orqali, ya'ni Isroiliya Osmaniyalar hukumati yiqilgan inglizlarning şu rayonni cheklash, yani O'rta Sharqning rayonni cheklash bir siyosiy ehtiyoji bilan qurilgan bo'lib, 30 mingdan ortiq odamni qurbon berib, bu jarayonda 1897-yili tunji partiyasini qurib, 1947-yili yana naq 50 yil bo'lgan vaqtda o'zining ko'zlagan maqsadiga yetdi. Endi Kosovoliklar ayni vaqtda Yugoslaviya hukumati yiqilgan va Yevropaning Serbiyani cheklash, Yevropaning Serbiyaning qimmat o'lchamiga rioya qilgan bir davlatga aylantirish bir ehtiyoji bilan barliq keldi. Bularni davlat qurish harpisida urush emas,
Şu siyasi musobaqa jarayonida chet ellarda o'lgan odamning o'zi 10 ming atrofida ekan. 1980 yılı özünün tuncu partiyasını Şvetsariyada kurgan, bilsizler Kosovo Halk Hareketi Partiyasını. 2002 yılı aralıkta yani müstakillik devlet kuruş jakalıgan arpsığı aralıkta 22 yıl vaqt ötüptü. Şimdi Şarkı Türkistan'da biz izleyen sözleyen leksiyelerimizde, planımızda Xitay Kompartiyası yıkılgan, dünyanın Xitay'ını çekleş ihtiyacı uygun olan bir siyasi strateji süpütüde oturup koyduk. Yani İngilizlerin Otur Şarkı'nı çekleş ihtiyacı bilen İsrail'e kuruldu. Avrupa'nın Serbiya'nı çekleş ihtiyacı bilen Kosovo kuruldu. Dünyanın Xitay'ını çekleş ihtiyacı bilen hem Şarkı Türkistan kuruldu devatımız. Bizden siyasi partimizde ötken yıl kuruldu. Tek bir yıl bulmadı. Muhacirlerin çetelli belgen kurbanlığı hem de belki normal devlet kuruş yani bizde azab oladigan normal bir devlet kuruş yolunda bir vatkan kurbanlıkla sani hazır için amalum belki her xil ölçemler bilan qaragan vaqtda xeli ko'p bo'lishi mumkin. Ammo yanılı taqa Yahudilarning bergan qurbonligi planlari bosgan qadam qaragan vaqtda biz beklam kechikdik. Kechikkan bo'lsaqmi eng oxirgi fursatda balki el bo'lishi mumkin. Bu yerda aytgandek Yahudilarning aholisining 3dan 1 qirilib ketgandan keyin andan o'shani tepib davlat qurish irodasi keldi. Davlat qurmsak bo'lmayotgan deb. Shu vaqtda Yahudilarning nurg'un danglik odamlar hatto Freudmi Freud deb qo'yamiz. Nəhayət pasif muomala tutgan İsrailning davlat qurishiga. Xuddi o'zi Yahudi emasdek, boshdan oxir Yahudilarning davlat qurish irodasi va boshqa ishlarga nəhayət muomala qilgan. Einsteinmi shu? Hatto Einstein davlat qurilgan vaqtda Davud bin Gurion nəhayət kamtarlik bilan buni prezident berishga taklif qildi. Qandakin men numus qilma bundan deganda. Chunki o'zining ayni vaqtda Yahudilarning davlat qurish musobaqasiga qatnashmaganligiga nəhayət bir numus qilgan hamda o'kingan. Hamda Qarindoshlar biz oldingi leksiyamizda deb o'tdik. Bir davlatning kuchi, moliya kuchi, harbiy kuchi va sistemidan tarkib topadi. Biz darholliqqa biz kuch degandan davlat quramiz degandan voy qos pul bilan davlat qurdi ekan, qos kuch bilan davlat qurdi, tank somka, aypil mamki degandek ba'zi bir gaplarni anglaymiz. Amaliyotda moliya kuchi, harbiy kuch qatorliqlar hammasi faqat sistema ostida markaz qiladigan narsa. Bu sistema buzilsa, moliya bilan harbiy kuch o'zaro bog'lanmaydi. Mesela Sovet İttifaqının aynı vaqtdagi bo'lishi veya ki Serbiyaning hokimiyat ayni jarayonidagi Kosovoga mustaqillik fursati qatorliqlarning hammasida sistemaning faollashtirilishi bilan bu davlatlarning harbiy kuchi, moliya kuchi qatorliqlarning hech qaysisi o'zining rolini joriy qildirolmadi. Va bu yerdagi mustaqillik istavotganlarga bir kuch o'tirg'i chiqdi degan gap. Endi biz haqiqatan moliya jihatda, harbiy kuch jihatda cho'ng ishlarni qilolmasligimiz mumkin. Chunki qarshimizdagi Xitoy chaqchaq qilib o'lgan davlat emas, dunyoda kuchli davlatlarning biri. Ammo biz barliq keltira oladigan kuch köp sanlıklarının iştiraki, siyasi partiyalar arkalık, iqtisadi güçünü, planını, adam güçünü birlik keltirip bir merkezi organ qilish. Bu biz qılalaydigan bizning imkoniyatimiz bor ish qarindoshlar. Biz mush qadamni tamomlagandan keyin fursat tutalaydigan kuch degan bu narsaning nimaligini, fursat tutalaydigan sistemning nimaligini biz shu chaqda ko'ramiz. Hozir biz shunalik g'oyibi bak jiroq gaplarni qilayotgan gapimiz emas, uni o'tirib qo'yganimiz yo'q. Biz konkret gaplarni o'zimiz qilalaydigan gapni deyapmiz. Uyg'urlar birlashamiz. Cho'qim biz qilalaydigan ish hech bo'lmagan chog'da chet ellik Uyg'urlar o'zining bir birlik kelgan siyosiy milliy kengash tipidagi siyosiy birligini o'tirib qo'ya oladi. Endi bu yerda shu siyosiy strategiya davlat haqidagi fikrlardan bir necha gapni o'ylab qo'yish to'g'ri keladi. Ya'ni urush, bevosita urush va orliq prinsip orqali bo'ladigan ikki xil bo'ladi shu. Urush yani bevosita prinsip, orliq prinsip orqali bo'ladi. Ojizlarning kuchliklar ustidagi g'alabasi faqat orliq prinsip orqali bo'ladi. Orliq prinsip degan gap masalan oldin qatim biz deb o'tdik, kitning quruqlik chiqib qolgan vaqti. Bu insonlarning kitni o'lay oladigan bir vaqti. Va yoki bo'lmaydi, Xitoylarningki Sijtayxo o'lib, yangi podshoh taxtga chiqib hokimiyatni mustahkamlagan bu vaqti Xitoylarning davlat qurish mazgili bo'lgan bo'lsa, Yaponiyaning chekingan va Gomindanning hokimiyatni to'liq turg'izib bo'lmagan vaqtidan foydalanib, Gomsandan o'tirib chiqqan hamdi. Yani onun o'xshash nurg'un misolni ko'ralaymiz. Masalan, Serbiyaning parchalangandan keyingi Yugoslaviya parchalanib farqli jumhuriyatlar o'tirib chiqqan mazgilda Bosniyaning mustaqilligi uchun, Kosovoning mustaqilligi uchun bir asos yaratildi. Masalan, Estoniya, Latviyaga o'xshash nüfus necha million nəhayət kichik davlatlar va bular Sovet İttifaqının yıqilganligidek bir siyosiy fursatda o'zining davlatini qurishga nisb bo'ldi hamdi. Agar unda qilmay, ular hozirgidek bir Rossiyaning qo'lida mustaqilligimiz degan bo'lsa, tinib olgan kuchlik udul kaptırıp müstakillarımız degan bo'lsa, ularning harbiy jihatdimi, moliya jihatdimi kuch yetish mumkin emasdi. Ular orliq prinsipidan foydalandi. Shunga bizmi Xitoyda mush orliq cho'qim yuz berdi. Mush orliqdan foydalanaylik qarindoshlar, vaziyat nihoyat jiddiy, vaqt intayin az. Balkim bizning hayot vaqtimizni, millatimizning hayot mamot bir taraf bo'lib ketdi deb takrar deyapmiz.
biz ölüp ketkichlik bo'lgan araliqda bizning vatanimiz yo xonanga aylanib ketadi yo biz vatanni quramiz ikkining biri. Shunga bu sustuk qiladigan masala emas. Biz qanchalik qila olsak shunchalik qilaylik qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, biz takrar deyapmiz. Biz o'tirib qo'yayotgan fikrlar xato bo'lsa, ma fikr xato deb o'tirib biringlar. Agar xato bo'lmasa, undaqda bizning sepimizga qaytilinglar. Biz oldin qatim leksiyamizda, ya'ni tashkilotlar qanday bo'lish kerak degan leksiyada Peshan qonuniyatini o'tirib qo'ydik. Ya'ni Xitoyning dunyo bilan bo'lgan munosabat qancha nacharlashsa, Peshanning qarshi taraf shuni kichiklaydi. Bizning dunyoning mustaqilligimizni tutgan pozitsiyamizni qo'lga keltirish uchun mustaqilligimizning ommaviy asosini barliqqa keltirish eng muhim birinchi qadam bo'lgan. Dunyoning tinchligi va qimmat qarashlariga hurmat qilish asosidagi bedichiga bir davlat qurish planimizni keng ko'lamli bir ommaviy asosga ega qilish oraliqda xalqni suiiste'mol qilmay yetaklashni ching to'saq, hozirgi holatni o'zgartirishni ching to'saq, intizomni yetildirish, bir-birimizni e'tirof qilish, hurmat qilish, hamkorlik qatorliq masalalarda bir ozroq qurbonlik berish engini o'zimiz yetildirsak, mustaqillikdan boshqa hamma masalani kaynimiz surib qo'yib turib, zimmi butunligimizni qo'g'dash, Uyg'urga do'st ko'paytirish, jumhuriyat tuzumi asosidagi bir davlatchilik prinsipimiz asosida kuch nuqtamizni birlik keltirsak deb umid qilyapmiz. Shunga biz tayinish nuqtasi yo'linishi va bizning davlatchilik ideyamiz qatorliq masalalarda o'rtaq bir tushunchaga ega vaqtimizda andin hozirgi bir strategik formulalardan foydalana olamiz. Ya'ni harbiy kuch hargiz strategiyaning o'rnini bosolmaydi. Dunyoda nurg'un ahvollar ko'ryapmiz. Harbiy jihatdan kuchlikni bo'lsin, cho'ng davlatlar kichik bir ojiz kuchlar tarafidan mag'lub bo'lgan ahvollarga uchraymiz g'oyda. Ya'ni harbiy kuch strategiyaning o'rnini bosolmaydi. Bundan keyingi dunyo xaritasi partiyalarning kishining ra'yiga tashkil qilishi va siyosiy aktivlikni qo'zg'atish tarafidan belgilandi. Masalan, ko'rib qolamiz, agar Shotlandiya mustaqil bo'lsa, bu qandoqdir qonli kurashning natijasi emas, balki Shotlandiya xalqining tanlashining natijasi bo'ladi bu. Ularning partiyalarga uyushib, kimga ovoz berish tarafidan belgilandi bu. Ya'ni bundan keyingi dunyodagi har qanday strategiyada kishilarning ra'yi intayin hal qilish rol o'ynayapti. Chunki BDTning kishilik huquq ahdnomasimi dunyoning siyosiy xaritasini bekitish qatorliq masalalarda tamoman xalq ra'yi orqali masalalarni bartaraf qilishni, saylan belt orqali masalalarni bartaraf qilishni talab qilyapti. Ya'ni deydi, tashkillanmagan kishilar to'pi mangu siyosiyning tomoshabini bo'lib qolaverdi. Kishilar tashkillanib, o'zining siyosiy g'oyasi uchun harakat qilgan, o'zi xohlaydigan odamlar uchun ovoz bergan va uning ideyasini qo'llagan vaqtda unikidan ularning ideyasi hukmron kuchga aylanadi degan gap. Shunga tayyorlikni qanday boshlashni, qaysi vaqtda nima qilishni, puxta bir tashkiliy sistem barpo qilishni bilish g'alabini qo'lga keltirganlik turmundaq aytganda. Ondan bir necha bir misol bor ekan, ya'ni aktiv ijro iqtidorini namoyon qiladigan bir muhitga talantning udil kelishi. Ya'ni biz umumiy jihat bundaq aytamiz, ya'ni bizning tirishchiligimiz bilan Amerikaning Xitoyni parchalash ehtiyoji, ya'ni Xitoyni cheklash bu ehtiyojining bir udliq kelib qilishi, ondan umid nol bo'lgandimi to'xtab qolmaydigan iznish asosidagi tavakkulchilikni bilgan bir to'plam, Kosovoliklar ya'ni. Kosovo qoida bo'yicha asli mustaqil bo'lolmasa kerak, chunki bular Yugoslaviyaning ittifoqdosh jumhuriyati emas. Bularning ittifoqdosh jumhuriyatlik huquq yo'q. Bunda bo'lgankin, bularning ayrilib ketish huquqi bo'lmaydi. Bular bir abnum rayon bizga o'xshash. Ammo bular izchil voz kechmadi. Izchil voz kechmaydi, bo'shashmadi, tirishdi izchil. 1980 dan boshlab siyosiy partiyalarni qurib, necha ming odam, necha 10 ming odam hatto davlat qurish shartida siyosiy partiyalarga singib kirdi va keyingi Kosovoning saylimida hal qiluvchi rol o'ynab, xalqni Kosovoning mustaqilligi uchun bilet tashlashda bir turkilik rol o'ynadi. Endi deb o'tganimizdek mustaqillik bir hokimiyat tanlash ko'rishi qarindoshlar. U fikr, orzu emas. U bir g'oya, u bir nishon, u bir harakat. Shunga u kuzatish bilan amalga oshmaydi. Nurg'un odamlarni ko'ramiz, men kuzatyapman deydigan odamlarni ko'ramiz, donalarcha kuzatgan vaqtimiz qolmadi qarindoshlar. Sapni tanlab kirili. Xato tanlagan bo'lsak, yenib boshqa sapga kirsak bo'ladi, ammo sap tutmaslikqa, harakatga o'tmaslikka bo'lmaydi qarindoshlar. Biz tashkillanishimiz tarixdagi har qanday vaqtdan bekroq zarur bo'layotgan intayin xalqlik bir davrda yashayapmiz. Endi ko'pincha odamlar sizlar Uyg'urda nimani kutasiz deb ba'zilar mendan savol so'radi. Bu savolning javobi sifatida men ko'pchilik dedim, kutib turg'uchidan qatnashuvchiga aylanishni kutamiz. Bir ish bo'lib qolsa degan daydigan odam qatnashish kerak o'shiqchi, ish o'zigidan bo'lib qolmaydi. Boyada o'tganimizdek oddiy bir istikon suvni ichish uchunmi men qo'limni uzatib istikonni ko'tarishim kerak bo'ladi. Unga qarab arzu qilib o'tirish bilan istikonning suvi hargiz og'zimga tushmaydi-da. Shunga biz qo'limizdan kelishicha bir harakatga qatnashimiz kerak qarindoshlar. Ya'ni biz har bir Uyg'urning bir partiyaga a'zo bo'lishini yolg'iz bizning partiyalar emas. Masalan, Solih Xudoyorning Milliy Uyg'ur harakati bor. Ya'ni boshqa partiyalar ham qurilishi mumkin bundan keyin. Shu bir o'ringa tava bo'lib, cho'qim bir siyosiy o'ringa o'zining Sharq Turkistonning saylami huquqiga ega hokimiyatga qatnashish salohiyatini isbotlanishini umid qilamiz.
Yani bu çağda bizning planlarimizning sur'atini tezlashga qo'shishni umid qilamiz. Endi yana bir tarafdan mustaqillik ideyamizning ommaviy asosini, dunyoviy strategik siyosiy obrazimizni kuchlantirishni umid qilamiz. Yana bir tarafdan aytganda saylamga va siyosiyga tutgan pozitsiyani uzil-kesil o'zgartirib, millatning tub manfaatini eng muhim o'ringa qo'yib, ovoz chiqarishni, bilet tashlashni, qo'llashni, sap tutishni o'rganishi, xalqiliq masalalarda shaxsiyatdan olqishni, ya'ni agar bir to'g'ri ish, bir zurriyat o'tirib kelsa, gapimizni yansak bo'ladi qarindoshlar. Men xato qilibman desak bo'ladi. O'rtaq qimmat qarashi va strategiyani hurmat qilishni o'zlashtirish va tarqitishni bilishimiz kerak. Ya'ni bizning Facebook'larda mustaqillikni qo'llashimiz, YouTube'larda mustaqillik haqidagi narsaga ovoz berishimiz qatorliq masalalarning hammasi ashunga yurak berishimiz, mustaqillik deb chiqarilgan temalarga, namoyishlarga yurak berishimiz, uni qo'llashimizning hammasi amaliyotda mustaqilligimiz uchun tashlangan kichik bir qadam. Mushtaq kichik qadamlar yig'ilib onundan bir musobaqa aylandi bu qarindoshlar. Bu bir natijaga aylandi. Ya'ni cho'ng g'alaba kichik g'alabalarning birikmasining natijasi hamda. Biz eng dastlabki litseyimizda degan hozirgi bizning tashkilotlarimizda xalqning 99,99% xalq holatida turyotidi. Faoliyatchilar nihoyat oz siyosiy aktiv harakat qilayotganlar. Mayli kishilik huquq yoki oshkora mustaqillik tashkilotlari bo'lsin, taraf-tarafga boshlanib ketgan. Bular qandaqdir o'xshash bir nishonni ko'zlab turib, sap-sap bo'yicha ratlangan emas. Shu bizning nihoyat chechilang'o ijtimoiy tashkilotlar, siyosiy tashkilotlar aralashib ketgan, chelinib ketgan, xususiy faoliyatchilar bilan tashkilotlar aralashib ketgan, ommaviy tashkilotlar bilan Xitoyning xodimlari aralashib ketgan degandek. Bularning hammasidan ovoz chiqadi. Shular bu dunyoda hukumatlar, siyosiy organlar, axborotlar, insonparvarlik organlariga o'xshamagan ovoz boradigan gap. Bular qaysi ovoz to'g'ri, qaysi ovoz xato, bu masala qanday qilib haqiqatan bular nihoyat qiyinchilik yo'qdi. Buni biz ko'rib turyapmiz. Endi bizning umidimiz masalan Salih Xudoyorlarniki Milliy Uyg'unish partiyasi bu parlamentga bir partiya bo'lsin, biz bir partiya bo'laylik va yoki kishilik huquq partiyasidan degan bir partiya shu xil narsani o'tirib qo'yganlar bir o'tirib kelsin, demokratlar bo'lib yana bir partiya kelsin. Bu partiya endi nima partiya deymiz deganda qarindoshlar bir partiya deganning bir mustaqil davlatningki siyosiy gavdasini qurishga qatnashadigan siyosiy to'plam. Shunga partiyaning siyosiy gavdasi sifatida partiyalar osonlikcha vatanni sotquchlik yo'liga minolmaydi. Chunki uning agash kuchlarining hammasi buni kontrol qilib turdi partiyaning rahbarlik qatmi boshqa ishlarni. Shunga biz partiya sifatida kelsak, Xitoyning odamlari tashkillanib partiya sifatida kelib olib, hokimiyat bizni tortib olish ehtimolini eng yuqori chekda kontrol qila olamiz. Shunga biz siyosiy partiyaga aylanish orqali o'zimizning mustaqilligi va kelgusidagi hokimiyat yurgizish iqtidorini qo'lga olishimiz uchun birinchi qadamni boshlagan vaqtimiz kelib o'tib ketdi. Biz davlatimiz mana mushkil shaklda, ya'ni Tibetlarning Central Administration'ga o'xshash, ya'ni markaz vakillik organiga o'xshash shunday kuchimizni birlik keltira olsak, ondan buningdan bir surgun hukumatni saylanib chiqara olsak, ondan buningdan axborotlarga, siyosiy organlarga, har qaysi davlat hukumatlariga, insonparvarlik organlariga o'xshash ovoz gap qila olsak, u chaq bizning nufuzimiz, obro'yimiz, siyosiy fursatimiz hozirgidan net yuzasi kengaydi deb qaraymiz. Bugungi leksiyamiz mushada tamom bo'lsin. Qarindoshlar rahmat. Agar leksiya jarayonida boshqa qarindoshlarning va boshqa tashkilotlarning boshqa shaxslarning ziddiga tegadigan bir bayonnoma bo'lgan bo'lsam oldin ola kechirim so'rayman. Men hammanglarni hurmat qilaman. Boshqa tashkilotlarning qilayotgan xizmatini hurmat qilaman va bularni qo'llayman. Mening masalam endi o'tirib qo'ygan masalam, ya'ni hammamiz birlashaylik qarindoshlar. Biz birlikka har qanday vaqtdan bekroq jiddiy ehtiyojli zarur. Shu tufayli men qarindoshlar bu birlashish chaqiriq bilan bu leksiyani so'zlayapman. Yahudlarning davlat qurish qadami va dastlabki parlament milliy kengash chaqirish jarayonidagi tirishchanligining bizdimi buzishini, bizdimi patiyag'ini shunaqa bir milliy kengashni qura olishimizni va mustaqil bir Sharq Turkiston uchun siyosiy supa barliq keltirishimizni umid qilaman. Rahmat qarindoshlar, leksiyamiz tamom bo'ldi. Savol-javoblar orqali aloqalashsak, YouTube leksiyalarimizni davomli diqqat qilib ko'rib, bizga fikr talablaringizni sunsanlar bo'ladi. Rahmat sizlarga.